Hasan aka, jinsiy zaiflikni uy sharoitida davolasa bo'ladimi? Uy sharoitida jinsiy zaiflikni davolasa bo'lmaydi. Birinchi navbatda sababini aniqlash kerak va shunga qarab turib taktika tanlanadi. Ya'ni bu yerda lecheniya konservativ dorilar bilan yoki bo'lmasa xirurgik, ya'ni jarrohlik usul bilan davolash usullari qo'llaniladi. Yaqinlikdan butunlay sovish bu qarilik belgisimi? Yo'q, bu yerda faktorlari juda ko'p. Birinchi o'sha возрастной androdefitsit deyiladi, ya'ni o'sha testosteron miqdorining kamayib ketishi bu zaiflikka va ertada qarishiga sabab bo'lishi mumkin, ya'ni murskoy klimaksga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa qarilikning belgisi emas. Dorixonadagi quvvat beruvchi dorilar xavflimi? Albatta xavfli, chunki bu davleniya, ya'ni qon bosimining ko'tarilishi, bu miokard infarkti bor insonlarda hattoki o'lim darajasiga olib kelishligi mumkin. Prostatitni uyda issiq vanna yoki damlamalar bilan davolasa bo'ladimi? Yo'q, prostatitni davolab bo'lmaydi. Faqat profilaktik sifatida giyohlarni ichib yurishi mumkin. Mana shu kasalliklarni yechimi bormi yoki hammasiga ko'nikish kerakmi? Barcha kasalliklarni oldini olgan birinchidan ham arzon, ham asoratni davolamasdan va sog'lig'ini muddatdan oldin qaytarib berishiga sabab bo'lishligi mumkin.